Assalomu alaykum. Bugun challenjimizning 8-kuni. Bugun sizlar bilan bazalni metabolizm haqida gaplashamiz. Bazalni metabolizm nima? Odam tinch holatda 2500 kilokaloriya sarflaydi. O'rtacha bu biz gapirishimiz, yurak urishimiz, ovqat hazm qilishimiz, umuman olganda metabolizm uchun organizm 2500 kilokaloriya sarflaydi. Bunga to'g'ri ovqatlanish orqali siz yeyotgan ovqatingiz 2000 kilokaloriyadan oshmaydigan bo'lsa, siz 500 kilokaloriya defitsit kilokaloriya qilasiz. Agar siz bunga har kuni 10.000 qadam qo'shadigan bo'lsangiz, ya'ni bu yerga 500 kilokaloriya yana defitsit qo'shiladi. Ya'ni siz bu yerda umumiy 3000 kilokaloriyani sarflayotgan bo'lasiz. O'shandan siz o'tgan videoda tushuntirganimdek 1.5 kilokaloriyani ovqatdan olib 1.5 kilokaloriyani energiya qilib sarflaydigan bo'lsangiz, shunga qarab sizga 1500 kilokaloriya defitsit kilokaloriya hisoblanadi. Yana ham ko'proq bilimlarni biz bilan o'rganib boring, bizni kuzating. Challenjimiz davom etadi.